Bugun iftorlikka oila a'zolarimni lol qoldirgim keldi va somsadan ko'ra boshqacharoq taom tayyorladim. Mazasi hammaga yoqdi va iltimos qilishdiki, tez-tez yana tayyorlab berishim. Tayyor yumaloq lavash xamirini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rtasidan bo'lib o'rab chiqamiz va chetini yaxshilab qotirib olamiz. Hamma joyiga tuxum surib, ustidan kunjut sepib chiqamiz. Gazni setkasiga teramizda va qotirishga duxovkaga qo'yamiz. Endi nachinkasi uchun mahsulotlarni to'g'rab olamiz. Qizil va yashil bulg'or qalampirini turburcha shaklda mayda qilib to'g'rab olamiz. Bittagina piyoz va bittagina pomidorni ham xuddi shunday mayda qilib to'g'rab olamiz. Tovani qizdirib yog' solamiz. Yog' qizigach, o'rta olovda birinchi to'g'ralgan piyozlarni qovurib olamiz. So'ng yog'sizgina qiymani solamiz. Tuz va har xil ziravorlarni tabga ko'ra solasiz. To'g'ralgan bulg'or qalampiri va pomidorni ham solib 5 daqiqa qovuramizda 15 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. Avval sirni qo'yamiz, so'ng qovurilgan massa va duxovkaga 5 daqiqaga qo'yamiz. Bu taomni yeb qon bosimim oshib ketadi deganlar shu yerda to'xtab turing. Yurak va qon bosimini tartibga soluvchi Ahmad choyni kardamonli ta'mligini sizga tavsiya qilaman. Bu choyni har kuni muntazam ichib yursangiz, hech qachon qon bosimingiz oshmaydi va har doim sog'lom bo'lasiz. Taomimiz 20 daqiqada tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.